Xabaringiz bor, dunyoda o'xshashi yo'q mega loyiha. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi joriy yil sentyabr oyida ochilishi rejalashtirilmoqda. Markazda ishchi guruh shtabi o'z faoliyatini boshladi. Hamkasbimiz Dilfuza Esanova tafsilotlar bilan tanishtiradi. Joriy yil sentyabr oyida ochilishi rejalashtirilayotgan O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida maxsus shtab ish boshladi. Shu yil 29-yanvarda Prezident Shavkat Mirziyoyev markazga tashrif buyurib, ekspozitsiyalar bilan tanishish davomida bergan zarur ko'rsatmalaridan kelib chiqib, shtab faoliyatida markaz ekspozitsiyasini mazmunli kontentlar, tarixiy artefaktlar va mulyajlar bilan boyitish masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu yerda shtab tashkil qilinib, olimlar, mutaxassislar, rassomlar, jamiki mana shu markazimizda ochilish uchun kerak bo'ladigan yo'nalishlar bo'yicha mutaxassislar jalb etildi. Hozir bu yerda kichik ishchi guruhlar markazimiz o'zida ham ishlashyapti, respublikamiz miqyosida ham ishlar olib borilyapti. Ular bilan onlayn, Telegram guruhlari tashkil qilingan va ijtimoiy tarmoqlar bilan ham bog'lanib, shu qilinayotgan vazifalarni ijrosini ta'minlashda juda katta ish boshlangan. Dolzarb ish ketyapti. Qur'oni Karim zali, islomdan avvalgi davr sivilizatsiyalari, birinchi renessans davri, ikkinchi renessans va o'zbek xonliklari davri, yangi O'zbekiston, yangi renessans singari bo'limlar uchun 800 dan ziyod loyihalar ishlab chiqildi. Ushbu loyihalar uchun 2000 dan ortiq mahalliy va xorijlik olimlar birgalikda ish olib borishadi. Dastlabki bosqichda 400 dan ortiq loyihalar ustida ilmiy kengash a'zolari bilan maslahatlashgan holda ishlar jadal olib borilyapti. Muzey ekspozitsiyani turli eksponatlar bilan to'ldirish masalalarida, faksimillar, mulyajlar, kontentlar bilan to'ldirish masalasida O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining infrastrukturasini yana ham bir bunyodkorlik ishlarini amalga oshirishda juda ko'p soha mutaxassislari hozir jalb qilinib ishlar olib borilyapti. 800 dan oshiq loyihalar amalga oshiriladi. Shu hamkorlik ramzidir bu shtab. Qo'llab-quvvatlash, bir-birimizni qo'llab-quvvatlash, olimlar o'rtasidagi munosabat, ulardagi muloqotda yanada beda ma'naviy, ma'rifiy ishlar ham bu yerda ketyapti. Markaz katta ilmiy xodimi Xisrof Hamidov birinchi renessans islom dinining tarqalishi davri ekspozitsiyasi ustida ish olib bormoqda. Bizning ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan juda qimmatbaho asarlar bugungi kunda jahonning turli fonlarida saqlanmoqda va ularni asl nusxa yoki faksimil nusxalarini olib kelish bo'yicha ishlar davom ettirilmoqda va mana birinchi renessans loyihasi natijasi sifatida yaqinda masalan Malayziyadan Beruniyning asarining qo'lyozmasi topilgani aniqlangani ma'lum bo'ldi va uning elektron varianti, ya'ni elektron nusxasi O'zbekistonga aynan Islom sivilizatsiyasi markaziga olib kelindi. Asar at-Tafhim asari. Ya'ni Beruniy bu asarida aynan astronomiya, geometriya ilmlari bo'yicha o'zining ilmiy xulosalarini yozib qoldirgan. Bu asar 1000 yildan beri eng noyob asarlar sifatida o'rganiladi va tadqiq qilinadi. Dilfuza Esanova, Asror Jumaboyev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.